Diqqat qiling, hozir juda bir ajib holatni ko'rsataman yo'ldagi. Mana bu sharoxga yetib keldik. To'g'rida University of Business and Science, ya'ni biznes va fan universiteti deb yozib qo'yilibdi, qabul bo'limi. Bu yerda mana piyodalar ketyapti. Piyoda o'tish yo'li yo'q. Universitetning kiraverish joyi mana bu yerda, mana ko'rinyapti. Va mana bu piyodalarni ko'ring mana. Mana shular hammasi talaba. Va bular mana shunaqa yo'lning o'rtasida kelishyapti. Ular mana bu yoqda Olmazor metrodan piyoda yurib keladi-da, shu yerdan o'tadi. Nima uchun universitet rahbariyati, mutasaddilari mana shu narsaga e'tibor bermayapti? Piyoda o'tish yo'lagini o'sha qismini joriy etish uchun Chilonzor tuman hokimiyatiga yozish kerak xat. Mana shu yerda men talabalarim o'qiydi, masalan 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta kuniga bu yoqqa o'tadi, u yoqqa o'tish mumkin. Hozir mana shular kelyapti. Obeddan keyin, dars tugagandan keyin yo'lni yana kesib o'tish kerak. Yana xuddi shunaqa holatda kesib o'tadi. Bilganlar mana shu universitet rahbariyatiga yetkazish uchun tarqatishga yordam beringlar videoni. Zora biror korxol bo'lmasdan turib shu yerda to'g'ri bir piyoda o'tish joyi tashkil etilsa.